Assalomu alaykum azizlar, juma yo'mlaringiz muborak bo'lsin. Alloh xayrli barakotli qilsin bu kunlarda. Mana hoji onam sumalaydi. Yangisini boshladilar bugun. 2025-yil 12-dekabr. Hafta kuniga juma. Ulug' juma, sayyidul ayyom, hajjul masokin bo'lgan kunda mana ertalabda sumalaydi boshladilar. Bu hammasi 1 litr, 2 litr, 3 litr bo'lib zakas bo'lib qilingan sumalar pishiryaptilar. Bunisidan beralmaymiz. Keyingisidan beramiz inshaalloh. Shunaqami hojona? Keyingi haftaga keyingisi tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Bunisidan beralmaymiz zakaslar. Biz zakas to'la. O'sha 70 litrga zakas to'ldi. Nima ko'rsatyapsiz buni bo'lmasam deysiz? Keyingisiga tayyor. Keyingisi yozishimiz mumkin zakaslarni. Qabul qilamiz, zakaslarni yozib olsak. Yeb ko'rasiz, yoqmasa pulingizni qaytarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.